Şu Nexia 2 satıladi. Halati o'ta go'zal holatda. Ходовойлар bari yeri boyab etib taxlangan mashin. Zo'r umuman ходовойлары bir kopek расходсыз mashin. Nexia qidirib yurgan tanishlaringizga tashab qo'yasizlar shu Nexia'ni. Mashin o'xsham zo'r ana. Ichki holatlari bari yeri chotki. Ходовой motor, hamma yeri metan gaz, 90lik, 100lik metan gazlari bor. Benzinda da mashin, Mersanda da yurib turibdi. Motorlar saz, motorlar umuman gram aptol yemaydi. Sonustiran bo'lar motorlarda. Bu mashinamizning yili 2008-yil sonustiran bo'lar, bez расход. Mashinada polni ko'rib olaverasizlar. Hamma yerida sirtlarda polni taxlangan. Alıb satarlarga da to'g'ri keladigan narxda turibdi bu. Bahası 38 milyon so'm bu Nexia'ning. Balonlar ham mana toza, o'rta, toza, почти toza holatda. Ko'rinishlari, farlari hamma yeri toza turgan, chisti, alıb to'g'ri haydab ketaveradigan mashin bu. Bahası 38 milyon so'm bahasini aytdik. Sonustiran bo'lar, metan gazi bor 100lik. Bir qo'l iya minib yurgan, generalniy do'rnisi beriladi. Motorlarni ham ko'rasizlar, motorlarning holati. Bir qo'liga mingan, o'zining atından mashin, hech qanday расход yo'q dedi. Mashin sotiladi do'stlar. Alıb satarlarda polni to'g'ri keladi. 38 milyon so'm, ondan ham azmas kelishib beramiz. Nexia birning pulunda bu Nexia 2'miz. Polni polirovkada o'rilib chiqarilgan. Telefon nomerlari ekranga yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib kelaverasizlar. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar, obuna bo'linglar, bir like bosib qo'yinglar. Bundan ham arzon mashinada qo'yishga davom etamiz.